Hammaga assalomu alaykum Vodiy House kuzatuvchilari. Biz hozir Luxury Home Aboy salonidamiz. Sizlardan kelib tushgan savollardan biri eng so'nggi 2022-yildagi trendoviy aboylar qanaqalar sifatli bo'lsin, puliga yarasha hamyonbop bo'lsin debsizlar. Hozir biz sizga Rossiyada, Sankt-Peterburgda ishlab chiqariladigan Artex kompaniyasining top 3 ta eng so'nggi minimalistik uslubdagi aboylarni ko'rsatamiz. Qani kelinglar. Birinchi qatorimizda ko'rib turganingizdek, juda ham minimalistik uslubda, high-tech dizaynda tayyorlangan uylar uchun juda ham mos keladi. Mehmonxonadan tashqari любой xonaga mos keladigan aboyimiz Moyushi. Eng menga yoqqan rastsiyotkasi mana shu bo'ldi. Buni yopishtirgan holatingizda такой devor betonniy holatga o'xshab ko'rinadi. Ikkinchisiga o'tamiz. Ikkinchisi esa mana bunisi. Birinchidan farqli o'laroq bunda sal bleski bor, ya'ni salgina yaltillaydi va buni komplekt qilsangiz bo'ladi. Ya'ni mehmonxonaga qo'yish uchun ham ko'rib turibsiz, ranglarida komplektlari bor. Shuni aralashtirib turib noodatiyroq bir dizaynda aboy yopishtirsangiz bo'ladi xonadoningizga. Uchinchisi esa mana bu rasvetka, hozirgi kunda rosa ham trend bo'layotgan Attachento dizayndagi aboylar. Buni ham pari bor, agar xohlasangiz ikkitasini dva v одном turib ishlatishingiz ham mumkin. Ko'rib turganingizdek bir necha xil rasvetkalari bor. Bular ham rossiyskiy aboylarimiz, Moyushi hisoblanadi. Mana. Undan tashqari Luxury Home aboy salonida siz mingdan ortiq turdagi Rossiya, Xitoy, Belarus, Turkiya va O'zbekistonning eng sara aboylariga buyurtma berishingiz mumkin. Raqamlarini hozir ko'rib turibsiz ekranlaringizda. Telefon qilib bemalol kelib o'zingizga yoqqan aboyni tanlang. Sog' bo'ling do'stlar, Vodiy House kuzatishda davom eting. Let's get down to business. Give you one more night to get this.